Sizdan kelgan savollardan biri bu qaynona-qaynotamni alohida chiqmoqchiman, alohida yashamoqchiman degan savol. Bunga qanday qilib erishsa bo'ladi? Sizga texnika o'rgataman. Demak, birinchisi qaynona-qaynotangiz, qaynisingillaringiz bilan bo'lgan tajribalarga tashakkurlilik bildirish, ular bilan kurashmaslik, ular qanday bo'lsa shundayligicha borligicha qabul qilish. Ikkinchisi esa xayolan ko'zingizni yumgan holatda ular bilan yupqa planda tuzilingan kontraktlar bor. Shu kontraktlarni bekor qilib, yupqa energetik iplar bor. Shu iplarni qaycha olib kesasiz. Men yetuk shaxs sifatida moddiy va ma'naviy tomonlar uchun alohida bo'lib yashaganimda o'zimga javobgarlikni butunlay olaman. Har bitta gapim uchun, har bitta harakatim uchun deb aytasiz. Va uchinchisi esa alohida bo'lib yashab turganingizni va u yerdagi xotirjamlik, o'zingiz bilan maza qilyap turganingiz, o'zingizga vaqt ajratyap turganingiz va insoniyatga xizmat qilish uchun o'zingiz ustingizda ishlab rivojlanib turganlaringizni xayolan tasavvur qilasiz 40 kun mobaynida. Mana shu texnikalarni bajarsangiz, albatta sizni alohida uyingiz bo'ladi va o'zingizni hayotingizda o'zingiz yashashni boshlaysiz.